Chalarga o'xshashadi, nervni buzishadi, hezalakka o'xshashadi. Bunday nima deydi, oxirigacha boroться qiladigan любой temaga unaqa emas. Jak są ayzani mama aytibdi. Mana shunaqa, короче. Masalan, men o'zim yoshligim dadam bilan onam Rossiya ishlagani kelgan vaqtlari biza buvimizni qo'llarida katta bo'lgandik. Farqi yo'q edi. Ismalab o'ylayapsanmi, turib uylarni ishini qilishing kerak edi, bobongning ishlarini qilishing kerak edi, darslaringni qilishing kerak edi, takже maktabga borishing kerak edi shu temperatura bilan. Maktabdan kelib uylarni ishini qilishing kerak edi, чтобы ovqat yeyishing uchun. Qiyinchilikda katta bo'lgandim sen. Это не так. Конечно же, есть человек, который говорит, это не так. Вообще-то это не так. А вообще-то это так. Yana nima gaplar? Masalan, hozir mana qurtob yegim kelyapti. Fruktoviy assorti yegim kelyapti. O'zimni vatanimni sog'indim, ketgim kelyapti Buxoroga. Deport ham qilishmaydi, mana 1000 marta kirib chiqaman. Buxoroga ketgim kelyapti. O'zimizni Buxoron ovqatlarini sog'indim. Hozir o'zimizda issiq bo'lsa kerak. Dushanbega nima borib kelding? Bizga deyapti. Aylangani. Мне нравится, когда ругаешься. Да? А я же не ruгаюсь. Dushanbeni o'ziga.